Yangi hamkorlarim kechagi bergan vazifamni a'lo darajada bajarib, ikkitadan va undan ko'p yaqinlaringlarni taklif qilinglar biznesga degan vazifamni bajarishdi va o'z yaqinlarini ham offlayn, ham onlayn prezentatsiyaga taklif qilishdi. Ularga kompaniyamiz imkoniyatlari haqida, mahsulotlarimiz qanchalik insonlarga foydali tomonlarini ularga yana bir bor dars o'tdim va bu darsni ham offlayn, ham onlayn tariqasida olib bordim. Sababi bu hamkorlarimizni viloyatlarda ham tanishlari bo'lgani uchun ular bizani onlayn kuzatib borishdi, kompaniyamiz haqida ma'lumotga ega bo'lishdi va bergan vazifalarimni to'g'ri bajarishni boshlashdi va yangi kelgan hamkorlari takliflari hammasiga kompaniyamiz yoqdi. Ular ro'yxatdan o'tib, ya'ni mahsulotlar xarid qilib faol bo'lishdi. Tabiiyki hamma mana hamkorlarimiz yangi hamkorlar bilan уже ishlarni zo'r olib borishyapti.